28-29 haftaligida qon ketib yo'ldosh ko'chishi bilan ikkinchi bolachalari yaxshi, qiz bolacha, 3-kesirvam, Gulnospa qo'rqyapman, deyaptilar. Jinsi kim bo'lishini xohlaysiz desam, aytyaptilar, eri ham, o'zlari ham o'g'il xohlayotgan ekanlar. Shunaqami? Shunaqa, rosa chiroyli qiz. Allohim har bittalaringni nima xohlagan bo'lsanglar, o'shani mukammalidan, mustahkamidan qilib bersin. Hozir bularga bolajonlarni jinsi o'g'il bolacha ekan. Qiz deb o'yladim. Qiz deb o'yladingiz? Jinsi 100% o'g'il bolacha. Mana bulbulchalari bor, mana bulbulchalar, mana avtomat bo'lib ko'rdinglar? Mana ko'ryapsizlar. O'g'il bolacha har bitta ayol